Assalomu alaykum. Bugun biz Toshkent shahridagi Yunusobod tumanidagi Sanur Energetech ofisiga keldik. Mana quyosh panellari o'rnatilgan. Biz hozir ofisda bir aylanib ko'rib chiqamiz. Nima ishda bajariladi va nimalar qilamiz. Siz bilan tanishib chiqamiz. Azizbek subsidiya masalalari bo'yicha mutaxassis. Bu yerda bizning ofisimiz mehmonlarni kutib oladigan glavniy ofis. Bu yoqda esa navisimiz bor. Quyosh paneli o'rnatilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Turganingizdek 5 kW navis sifatida o'rnatilgan. Atsinkovka bilan. Mana bu yoqda ham bor atsinkovkalar. Xo'sh. Bu yoqda esa shit terilgan. Inverter bilan bu 5 kW navisimiz o'rnatilgan. Bu yerda ko'rib turganingizdek texnik jihozlarimiz hammasi omborlarimizda joylashgan. Quyosh panellar, inverterlar, karkaslar, texnik mahsulotlar hammasi shu yerda joylashgan. Ofisimizda subsidiya masalalari, shartnomalar bo'yicha hamma ishlar hal bo'ladi. Bugun ofisimiz bilan tanishib chiqamiz. Yana omborimiz bilan tanishib chiqdik. Endi ofisimiz bilan tanishib chiqamiz. Bu yerda quyosh panellari uchun o'rnatiladigan inverterlar, akkumulyatorlar, issiqlik nasoslari uchun fankoinlar bor. Bu yerda klientlarimiz uchun maxsus joy, o'rindiqlar va shartnoma asoslarida shu yerda tuziladi. Kimga quyosh panellari, issiqlik nasoslari, elektrozaryadlash stansiyalari kerak bo'ladigan bo'lsa, subsidiya asosida o'rnatib beramiz. Quyidagi telefon nomerlariga telefon qilishingiz mumkin.